Bugun men Minecraftda 14 ta temir blokni o'z mehnat kuchi bilan qo'lda konda kovlashni boshlaganimni let's play qilib ko'rsatganman. Unda videoga ketdi u. Birinchi o'rinda o'zimga yangi olam ochib oldim, albatta random seeddan va unga kirib olamiz. Mana spawndan bo'lib oldik. Albatta resurslarni oldinda taxlab qo'yganman. Bizga mana bu resurslar kerak bo'ladi. 128 ta temir, 32 ta ko'mir va 8 ta pech kerak bo'ladi. 14 ta temir blok yasashga. Uni harakatini boshladim. Va qonim ochib qolgandan so'ng boya pishirgan narsalarimni yeb oldim. Va ketayotganimda yo'limdan qishloq ham chiqib qoldi. Random seeddan qishloq chiqish ehtimoli juda kamligi sababli meni omadim kelayotgan his qildim va u yerda blacksmith ham bor edi. U yerdan sandig'idan o'zimga kerakli narsalarni olib, uylarni loot qilishga tushdim. Va bitta uyga kirdim-da, o'sha yerda joylashdim. Va albatta g'orga kirish harakatini boshladim va bu yerdan ko'p bala temirlarni oldim. Va bu yerda men kattagina kon topib oldim. Pastga olib ketayotganimda pastimda temir borligini ko'rib pastga tushdim. Va eng ajablanarlisi orqamda shaxta ham bor edi. Bu shaxtaning kattaligi meni hayron qoldirdi. Bu shaxtani farqli bo'laroq naryoqda ikkinchi shaxtani ko'rib qoldim. Qishloq tagida bo'lganligi uchun bu yerda shaxtalar juda ham ko'p bo'ladi. To'g'rimi? Va do'stlar, keraklicha temirni kovlab olgandan so'ng o'zimni uyimga qarab yo'l oldim. Ya'ni boshqalarning uyiga albatta hazillashdim. Uyga kelganimdan so'ng 4 ta pechka yasadim va ularning ichiga temirlarni qo'yib chiqdim. 2 stakdan ham ko'p temir kovlaganimni ko'rib, albatta ularni pishirishga qo'ydim.
Va do'stlar, bugungi let's play'im sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like va obuna tugmalarini bosing. Va men yoz oxirigacha albatta 250 ta bo'lishim kerak. Va hozir mana shuncha obunachi va yoz oxirida shuncha obunachi bo'lishi kerak. Va shuning uchun obuna va like bosing.